Keling, qaysi mevadan beraman? Olma bor, nok bor, anor bor, bunisi olmadan bor, banan bor. Qaysidan beray aka? Qaysi? Keling, aka, qayerga ketyapsiz? Uka, men seni zo'rg'a tushunmayman. Klient tushunmayapti. Aka, ertadan ishga kelmay qolgan, boshqa joyda ishlagan. Aka, nima deyapsiz? Insonmisiz? Yaxshi ishlayapman-ku. Harakat qilib ishlayapman. Pul kerak aka, unaqa qilmang. Yo'q, bugundan demadim, ertadan kelmay qolgan. Jo'ra, yana ishlaydi bor. Hamma chayka deydi. Nima qilay? Ishlashim kerak. Qiynalib ketdim. Jo'ra, nima qilay? Onang tez gapirmaydi. Dadang tez gapirmaydi. Bu yerda nimadan neto ketyapsan? Bir dadangni so'rab ko'r. Senga faqat hazil bo'lsa bo'ldi. Qol. Aka qarang, shuni tushunmayapman-da. Necha mahaldan chilar ekan bular? Ha, qarang, aka, men birinchisini 3 mahal ichasiz, ikkinchisini 4 mahal, uchinchisini ovqatdan keyin ichasiz. Oshqozonni yomon qilib qo'ysin. Tushunasizmi? Aka, shu o'rtada yana boshqa dorixona yo'qmi? Yana shunaqa bo'lyapti. Nimaga? Aptekadan bo'shatib yubor, Jo'ra, ishlashim kerak. Nima qilay? Maslahat ber. O'sha gap sen bir dadangni so'rab ko'rishing kerak, lekin senga hazil bo'lsa bo'ldi, uraman hozir. Yo'qol. Assalomu alaykum. Liderburgga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Menyuda nimalar bor? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. Nima? Hot dog, lavash, katta lavash, kichkina lavash, gamburger, cheeseburger. To'g'risi, gapingga umuman tushunmayapman. Men shunga yozib bera qolgin. Yaxshi. Hot dog, lavash, katta lavash, kichik lavash, cheeseburger. Yozuvgan buncha tez, Dada, sizdan bir nima so'ramasam bo'lmaydi. Men she'rimga charchab ketdim. Nima uchun men tez gapiraman? Siz unaqa gapirmaysiz, onam unaqa gapirmaydi. Nima uchun aynan men shunaqa gapiraman? Menga shuni tushuntirib bering. Tushuntiring. ha endi bolam xafa bo'lish kerak emas bundan. To'g'rimi qo'shni? To'g'ri. Dadang gapiga qo'shaman. Dadang to'g'ri gapiryapti. Bundan xafa bo'lma, jiyan. Dadam men tezga Men hazillashib aytdim lekin. Mana qishlog'imizga bahor ham kirib keldi. Anqayma tezlash samolyot tushirish kerak pastga. O'zi qishda olib chiqdik-ku tepaga, yana pastga tushiramizmi? Turaversa paylab ketadi, tezlash. Svetdan keluvdik, qarzinglar bor ekan. Kim bor? Ochaymi, dada? Qisay hozir ketadi. Ishlaymiz. Molli yemishini berdingmi? Boya berdim, yemadi. Boya yemadi lekin. Dadam juda mehribonlar. Buni yuzimdan ham bilsangiz bo'ladi. Dada, u ketmaydiganga o'xshab, ochaymi? Keta. Bu yil tomorqaga kamroq narsa ekamiz. Gavayiga ketamiz deganda eshitilyapti. Nima ekamiz bu yil? Qara, 5 chuya kartoshka, 5 chuya sabzi, 5 chuya pomidor, bu yerda bodring, ko'katlar, baqlajon, hamma narsa bo'lar. O'tkaylar ham xuddi shular ekovdik-ku. No, adashyapsan. Bu yil daraxt ekmaymiz, daraxt. Ochmadilaring-a? Bo'ldi 900 ketaman. Svet tuzaman deyapti, nima qilamiz? Men qaydan bilaman, dada? Siz ayting nima qilishni. Ha, bo'pti, qara. Hozir chiqasan-da, dadam yo'q edi uyda. Keyin kelarkansiz deysan, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Davay, bor. Assalomu alaykum. Salomingni pishirib ye. Ertalabdan beri taqillataman. Kunni issiqligini qara. Nimaga eshikni ochmaysan? Yoki nima? Dadang uyda yo'qmi? Boshqa safar kelaymi? Dada nima dey? Nima bo'ldi? Menga kelsam telefonga SMS keldi. Nargiz biz birga bo'la olmaymiz dedi. Ha, bu men telefonim-ku. Nima qilyapsan? Bu yerda baring. Boya Abdulazizga kelgan ekan. Telefonga SMS ketdi. Men Nargizman, birga bo'la olmaymiz debdi. U telefon meniki edi. Nargiz meni qizim-ku. Nima his qilyapsan? Abdulazizga kelgan ekan, so'zib ketdi. Keyin telefoniga SMS ketdi. Men Nargizman, biz baxtli bo'larmiz debdi. Keyin Timur kelib qolgan. Timurda telefoni bo'lgan, keyin men kelib qoldim. Men kelib qoldim. Nima bo'ldi dedim. Nargiz SMS yozdi dedi. Eng yomon Nargiz meni sevgilim edi. Nima deyapsan?
Qara, Nargiz o'zimni cho'g'ib keldi. Kimdir u hozir chiqyapman. Buncha Tabrik Jo'ra, tug'ilgan kuning bilan bugun sening kuning. Tabrik. Tug'ilgan kuning. Bo'pti Jo'ra. Bugun kechga kelamiz, Jo'ra, o'ynaymiz, o'yin kulgi qilamiz. bo'pti. Dada so'ray. Yo. Menman dada, men. Ana, tug'ilgan kunim ekan bugun. Yuring bozorga chiqib kelaylik. Yangi yildan qolgan narsalar bor, shular bilan o'tkazaveramiz. Dada, hozir aprel. Yuring, bositaman. Yuring. Qayerda tutun chiqsa shaqqa kiyib olasiz, amma. Qarang biz nimalar oldik. Amma qarang nimalar oldik tug'ilgan kunimga. Bugun jo'ralam keladi, menga sovg'alar olib keladi. Sovg'a deganda senga sovg'a oldim. Ma, ol. Rahmat. Ha, kiyib ko'rchi? Hozirmi? Ha, hozir. Sal katta emasmi? Ha, keyingi yil ham kiyasan. Jo'ralam keldi, sovg'a olib keldi. Ish berdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Sovg'a. Shermatli o'g'lim. Jonibek. Sovg'a berdi. Sovg'a pog'a yo'qki, shuncha bozorchilik qiluvdik. Dada, biza pastmas-ku, sovg'a kerak emas shu sovg'a. O'zing bilasan. Pastlar nima olib kelmaydi sovg'a? 2015 lar yig'ish, bandasiga emas. Jiyan, sovg'am yoqdimi? Ha, yoqdi. Nima tashab ketding agar ma kiyib? Jinnivoy. Yamonga qani diskoteka qilamiz. Jiyan, sovg'am rostdan yoqdimi? Qaytarib beraymi, amma? Qani. Men tug'ilgan kun. Hozir o'rtog'inglarni 3 gacha sanab tabriklaymiz. 1, 2, 3. Ertadan menga shunaqa qildilar-ku. Nima xato qildimmi? Я пьяный молодой, бары как домой. Tog'am. Alo, assalomu alaykum tog'a. Ajiyam, biz qishloqdan shaharga uyingga mehmonga boryapmiz. O'zi bir xona uyda tursang nima qiladi shu kelaverib tushunmayman. Bo'ldi, kelaveringizlar. Qachon kelasizlar? Shunga qarab bizlar ham reja qilamiz. Biz kelganmiz, eshigingni tagida turibmiz. Och. Bizni tovuq kattadan ozgina katta ekan-a? Mana. Uylar shinam ekan-a? Ha, juda qulay. Mehmon kutishga mo'ljallangan. Bir xona. Endi jiyan biz uzoq yo'ldan kelgan. Charchaganmiz, bir uxlab olsak, qayerda uxlasak bo'ladi? Sizlar shu yerda uxlanglar. Sizlar qayerda uxlaysizlar? Bizlar mashinada uxlaymiz desam rahmi keladi. Keyin uyiga ketadi. Ba'zida yetim bo'lmaganini afsus qilaman. Ma'lumotlarga qaraganda uyga ko'p mehmon kelishi oilaning buzilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Baloni yemsan. Uzr kelin. Ya, tog'a, ularga e'tibor bermang, ular gapiraveradi-da. Lekin bilmasam gapirmaydi shular. Men bu nima yuvilmagan? Ha? Bir xona bo'lgani uchun yuvilmaganmi? Kelaver ekanda endi, ha deb mehmonga. Yuvib qo'yman buni, tushunyapsanmi? Vannada uxlab yuribman. Odamda sal kalla bo'lish kerak, kalla. Men yuvib qo'y. O'zi jiyanimga sevganini olib bermagan. O'shaning uchun har kun urush qiladi. Nima ovqat yerkanmiz o'zi? Zerikmayapsizmi? Ha, yo'q. Bir nima so'rayman deyman, shu viloyatdan keladi-ku, mo domda yuragim siqyapti, zerikib ketdim deyveradi-da, shu sizda shunaqa bo'lmaydimi? Ha, yo'q. Ha, jiyan, bilib turibman, namyoqlaringni tushunyapman, bilmaydi deb o'ylaysan. Bilaman, sen ham bir xonali uyda turib qiynalib ketding. Tog'a tushunarkansiz-ku. Bilarkansiz-ku o'zingiz shu ichimdan narsalar qanday aytishni bilmay yuruvdim. Mana, yana 3 kun turamiz. Nigga,
Alo, aya. Ha, Ro'za tugashiga qancha qoldi? oz qoldi, sabr qil. Kun juda asta o'tyapti-da. Ha, ishlasang tez o'tadi. Nima ish qilaman? Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordoy o'g'il bersin beshigingizga. Чё? Daychi dengi. За что деньги? Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Bo'ringani qoidasini buzamizmi? Bo'ringani qoidasini Bo'ldi, to'xta. Ha, berardim-u, menda plastikda. Rahmat. Nimaga fonogrammani qo'yibsan? Jonli aytsang bo'lmaydimi? Jag'im og'rib qoldi. Jonli aytganingda pul berardim. Maqsad pul bermaslikmi? Ha, pul yo'q. Shu magazin ortida latta putta magazin egasini yapti. Shunaqa yurishing yaxshi. Undan ko'ra ishlasang, o'sha pulni topasan-ku. Qancha topding o'zi? Ramazon aytib keldik bozoringizga. Qo'chqorda savdo bersin bozoringizga. Rahmat. Shuncha pulni nima qilamiz? Tabriklasanglar bo'ladi. Men 15 yoshimda o'zimga kabej sovg'a qildim. 8-mart Xitoyda. Sevgan qizimga go'zallik saloni, yangi kosmetikalar, orzu qilgan sumkasini sovg'a qilaman. 8-mart Fransiyada. Sevgan qizimni restoranga taklif qilaman. Hisobni albatta teng bo'lishamiz. Keyin teatrga boramiz, lekin unga gul bermayman. U meni hurmat qilyapti deb o'ylaydi. 8-mart O'zbekistonda hamma ayol qarindoshlarimga sovg'a buyurtma qildim. Restorandan katta joy bron qilishim kerak. Gul ham bo'ladi albatta. Onamga, sevgan qizimga, opamga, Buxorodagi xolamga, tog'amni tog'asini jiyani ham keladi. Ko'proq sovg'a olishim kerak shekilli. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Sovg'alarni Uzun marketdan tanlang.